Assalomu alaykum qadrli ko'rman do'stlar. Bir kitob bir olam programmasini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Yozuvchining tarix engi, uning o'zlik engi, real badiiy engi shundaqla diti bilan birlashgan vaqtning o'zida ajoyib go'zal, rangdor, rangarang bo'lgan bir tarixiy badiiy kartina yaratiladi. Bugungi programmamizda biz yozuvchi Jaloliddin Bakram akaning Tog' Judillari nomli romani haqida suhbat quramiz. Bugungi suhbatimiz ikki aziz mehmon bilan birga bo'ladi. Bu mehmonlardan biri Sincan Xalq Nashriyatining pensioneri, tanilgan yozuvchi Jaloliddin Bakram aka. Yana bir mehmon Sincan Ma'rif Nashriyatining kandidat oliy muharriri, tanilgan obzorchi Yalqin Ro'za efendi. Hizmetler, tecrübeler, jarayonlar ko'p. Shunga buni yizish o'yim keldi endi. Jaloliddin aka yaqinda Sincan Xalq Nashriyatining Tog' Judillari nomli tarixiy romaningizni e'lon qildi. Bu munosabat bilan sizni chin ko'nglimdan tabriklayman. Tog' Judillari nomli bu romandagi voqealarga tutishilgan, personajlarning taqdiriga tutishilgan qismatlar, kechirmishlar, jarayonlarni aytib ko'p. Shunday bo'lganda ham Tog' Judillari nomli bu romaningizni nashr qildirishingizda bir tipik xam material yoki tarixiy kechmish xotirasi bilan munosabatli bir taraflar bormi? Bundan bir 6-7 yil ilgari meni bir buvay izlab kelgan. 84-83 yoshlarda bor. Bu odamni izlab kelish sababmiş 5'ini o'tgan voqealarni so'zlab berishgan. Dastlabda anglagandan keyin o'zim sal ikkilanib qoldim. Chunki bu odam shu dastlabda yelkanda shu Darlatamdan 15-16 yoshli bolalarni askarlik tutib ketganda Gomindan tarafidan shu chog'da askar bo'lgan. Ta azatlık harbisigacha shu azatlık armiya kelgacha shu Gomindanning ishida turgan. Keyingi qitimda men o'zim izlab bordim bu odamni. Meditsina institutining aqtarbidagi uyi bor ekan, ashak izlab berib shu uyda so'zlashgan vaqtimda shu chog' bu 3-qitimliq suhbatdi. Shu chog'da bu odamninki degan gaplardan o'zim turib o'ylanib qoldim. Chunki bu odamning so'zligida boshdan oxiri shu Gomindan armiyasining qaytib bo'lgan odam. Bu şu çağlardaki siyasi vaziyetini, uruş vaziyetini nait obdan bilirken. Endi şu işkirde azatlık arminin ki Gomindan armiyasını çekindirip atkan. Cay-caylar ulanın galbisi ten kılınıp atkan. Ma Şinjan'da bolsa Üşülat armiyasının ki Gomindanların her bir caylarda parakençik silip atkan. Muşundak bir peytte Gomindan işteki bir kısım emeldalarının ki harbiy amaldorlarning shu askarlarning ta'minotiga chang silishda, xiyonat qilishda, parxurlik qilish mushu tufaylidan askarlarni qiynayotgan. Askarlar shunday qochqini turgan. Shunlashqa buni yizish o'yim keldi endi. Shuning bilan bu odam bilan 5 qitimdek suhbat o'tkazdim. O'tkazish jarayonida undan keyin o'zim xotir qoldirdim. Dastlab tuzgan vaqt Yusuf, Umar, Osimgul muş 3 yetim balının Şinloji degan muş jangalıqni qo'yib atgan yerlari meni hayajonga soldi. Shu orqali buni yezib chiqdim. Ondan keyin buningdagi tarix shaxsiyatning ismini o'z ayni oldim. Salbiy qahramon bo'lsin, ijobiy bo'lsin, ularning ismlarini o'z ayni oldim. Boya shu romandagi 3 personajning gapini tilga oldingiz. Osimgul, Yusuf, Ömer'de. Ömer. Hamda 3 personajga mana romanda shunday boshdan oxiri mana bir o'rin berishninki Ondan bularni aytdim. Muhabbat bilan tasvirlashdinki, ma'lum sababim bormikin deb o'ylab qoldimi? Bu ish bola kichikdan tortib turmushdan azar yegan bolalar. Birisi ochdan yedi, Qosimgul ochdan qattiq qo'lliq qildi. Endi Umarning bo'lsa ilohimdan oliqi tolib u xo'rladi. U xo'rlab ketdi. Endi Yusuf bo'lsa Baldurlar buning dadasi o'lib ketdi. Shunga buvisining qo'lida qoldi bu. Salimirabning aşı bəgən aş tamaqlarını götürüb buğusuna aytırıp berdi. Hatta özünün aşı həmralığına mı qoşuğunu toyğuzdu? Yusuf aşınçık aq köngül bular. Lekin bu aşı nemede buğan nelik sağandı buğan uruşda. Sağanның tağlırdı buğan uruşda eşedi qurban bu küdülendi. Asımgül olsa özünü daryaq taşlap ölüp aldı. Endi muş 3 dostun aşı Ümer'le qaldı. Endi muşunun qışına orun beşinki sebep nimesi? Mening bu qahramanım Naat Batur jangovar adam emas. Yig'ir bilsak, gapni ozroq qiladigan ashundoq bu. Undan askarlikni xohlamaydi. Askarlikni xohlamay turib shu askarlikni oxir tushunib turdi bu. Kishini o'ylantiradigan yerim shu. Endi o'zining tug'unimiga yashib ekan.
Bunun ağzından aş Gomindan'ın işte bu bütün içki işlerini hemen uqtum. Çünkü nima desa keyingi vaqtlarga kelganda polkovnik Xunyadong buni yeniga tortdi. Siz mush uch personajlarninki hayotiy qismi taqdiri orqali ayni vaqtdagi nurg'un kishilarninki mayli tarixiy shaxslar bo'lsin, mayli tarixiy tutishadigan bosh tarafdagi odamlar bo'lsin, shuni siz ichib beribsiz. Undan keyin shu vaqtda tutishadigan shu vaziyatni, shu arx ko'rinishini, shu davr ko'rinishini mush uch personajlarninki shu taqdiri qismit orqali ichib berishga tirishdi. Kelishtirib bo'lmaydigan bir ziddiyat shunda yaxshi aks ettirilgan. Bu yot bir yurib o'tib ketgan yulduzdek ko'rindi bu. Yapınca şu Tağcudullar namlı roman aynı devrdeki tarihi ictimai reallikni qaysi derecede aks ettirgan? Tağcudulları degan bu roman Jaloliddin Bahram Efendimninki tunji tarixiy romani. Gerçi Jaloliddin Efendim 20 dak roman yazgan bo'lsa-mu, tarixiy romanlarni unda ko'p yozmadi. 2-3 tarixiy romani. Mush Tağcudulları tunji tarixiy roman. Romanda butunlay faoliyat vaqtidagi yakanning ijtimoiy ahvolini aq ko'rinish qilgan. Umar, Yusuf qatorliqlar bu yakandagi Darul Muallimning o'quvchisi bo'lish bilan yakandagi sanoqliqli ziyolilarning birisi. U vaqtda Darul Muallim Shinjongda unda ko'p emas. Yakandimi nupusi nayt ko'p noyib bo'lgan bilan, ammo ziyolilarning tayini yo'q shu vaqtda. Shunga bular yakandagi boshlamchi ziyolilar yoki boshlamchi bilim egillari bo'lib Darul Muallimning o'quvchisi bo'lish bilan qalbida tunji bir ijtimoiy g'oyalar shakllanayotgan. Ammo shu Ömerlarning g'oyasi nima deganda o'qituvchi bo'lishlar. Bu askar bo'lish degan narsa bularning xiyolida yo'q. Ammo vaziyatning murakkabligi tufayli Gomindan armiyasida askar bo'lib qolishdan iborat shunday bir olvon bularningki tarixiy taqdiri bo'lib bekitildi. Shu vaqtda Ömerdan iborat o'qituvchilikni xohlaydigan shunday bir oq ko'ngil boshqalar uchun xizmat qilishni, boshqalar uchun yaxshilik qilishni, boshqalar uchun ilm o'rgatishni xohlaydigan bir bola qurol ko'tarib o'zi xohlamaydigan bir kasbiy salohiyatga ega bo'lib qoldi. Demak, romanda ayni vaqtdagi kishilarningki ro'yi intilishlari bilan kontrol qilib bo'lmaydigan tarixiy, ijtimoiy reallik o'tirisidagi kelishtirib bo'lmaydigan bir ziddiyat shunda yaxshi aks ettirilgan. Demak, ayni vaqtdagi, ya'ni 1930-yillardan uning ozodlikchi bo'lganlikdagi ijtimoiy siyosiy reallik demak, hali muvaffaqiyatga aks ettirilgan deb qaraydi ekansiz. Yuqorqi personajdan boshqa yana sizningki o'zingizning badiiy qoyangiz singan, o'zingizning ijtimoiy ko'z qarashlari va qimmat qarashlaringiz singan. Shundaqla shu davrninki tamg'isi va izlas besilgan yana qandaq personajlarni tilga ilishga bo'ladi Jaloliddin romaningizdagi. Endi buningda birisi ham Umarni so'zlab o'tdik. Yana birisi meningki nayt o'zim muhabbatdan tezim Xunyadong. Shunda polkovnik Xunyadongni men aytib uning ba'zi bir taraflarini Gomindan sodiq bo'lsa-mu, lekin uning xalqparvarligi, insonparvarligi mush taraflarini aytganda u yaxshi odam. Bo'libmi o'zining quloq askarlarga intan kuyundi. Umarning o'zi osh kechida Osimgul bilan ko'rishib, Darlitamdan kelayotganda uruklar chechaklab ketgan. Sepilning oq tarafi. Kelayotganda oydin kechida oldidan ikki odam kelayotgan. Bu urukni kendiga o'tib tursa, qarsa bu Wuhandagi Pingdaxuyningki armiyasiga qitilib ketgan Mayinfu. 4-chi otliq polkning qo'mondoni. Undan birisi nima? Xunyadong. Ikki polkovnikning qo'mondonining ikkisi paranglashib yotganda urukning oqsi o'tib jimmi turib oldi. Ikkisi udulib kelganda ikkisi qattiq paranglashib ketdi. Qarsa Mayinfu oyoqqa mayil. Wuhan tarafga. Mani eskertidi Xunyadongni. Sen o'zing ho'shingni top. Lokunjing degan ablaqni hargiz polk yiqillashdimi? Mayinfunda 4-may harakati bo'ldi. Logocha vaqasi bo'ldi. Uy mushuningda nomussizlar qo'l qo'shtiribdi-da. Bo'libmi Sharq shimolga 3 o'lka qo'ldan ketgan vaqtda. Biz mi qo'shirabni besib olgan, qog'liqni besib olgan Toshqurg'on partiyalar ilishib ketdik. Lekin oningiz yo'l qo'ydik. Avu degan tajovuzchi. Ma degan o'zimizning ishlik odamlar bu. Deb Mayinfu buni qilib, shu siyosatni nima qildi bunga? Ideyasi davolash qo'zg'adi. Ta'sir ko'rsatdi bunga. Lekin nimasi Xunyadong yaxshi odam. Obda odam. Lekin bu Gomindan qattiq sodiq odam. Bu saminjoyi desa, shu maslak desa,
desa bu naiti jinni bildiğin adam. Dastlabda shunchalik buningga komendantga nisbatan shunchalik sodiqliklar o'tdi. Keyin qarasa askarlar qichiyotgan. Qashqonni tutib akil Lokunjung joduga besiyotgan. Yana birisi tog'liq qiz Gulnur. Ha, bala. Ha, Gulnur. Bu gerçi bak asarda başdan ahir bak julanıp ketmesin lekin tipik oğa karakteriga ega. Bu yalt qilib bir yurib o'tib ketgan yulduzdagi ko'rindi bu. Endi bu gerçi lip qilib o'tib ketgan personaj bo'lsa-mu, men buni nisbatan nayt suyimlik obraz bu bir. Endi salbiy obrazlardan Lokunjung. Buningki shu qonxo'rligi chekilib ishib ketgan qonxo'rlik. Ijobiy qahramonlardan shu nima? Ömer, Asımgül, Gülnur, Yusuf, Taci kız Sara. Sara. Haslava. Sara anamı. Yalnız siz şu Tağcıdılar namlı romanınki badiiy muvaffaqiyatları deyish to'g'ri kelasiz. Qaysi nuqtalardan sharhlaysiz? Menimcha bu 4 nuqtada sharhlanishga tegishli deb qarayman. Birinchisi tabiat tasviri nihoyatda inchik tasvirlangan. Yekenning jo'grafiyalik alohidligini aytganda, Yekenda tuzlanlik, tog', to'g'roqlik, anandan bo'stonlik, ekinzorlik o'ynaq. Daryo. Bo'libmi Yeken daryosining bosh qismidagi tog'liq yurtlar. Ha, tog'liq. Bu nihoyat go'zal tasvirlangan. Shu tog'liq yurtlarningki alohidligi, qurilmasi, u yerdan egib oqadigan daryolar, uning tuzlanlikka tutishadigan alohidliklari mushlar nihoyat yaxshi tasvirlangan. Bo'libmi mana shundagi yetim bolalar, Ömer, Yusuf, anandagi Asimgul uchaylarninki Shingluji degan shunday bir xilliqi o'zgacha ataladigan bir jangallik ekan. Mushu jangallikdagi turmushi, bolalar xos turmushi, yetimlar xos turmushi, bularningki hissiyat munosabati, yana do'stliklari, anandagi bularningki o'zining duch kelgan qiyinchiliklarini hal qilish jarayoni, o'zi duch kelgan boshli oilaviy zulm, yetimlikning dadi qatorliq jihatlarda mushuning qata qabul turishdagi choralari, hamkorliklari, ashchadagi qo'yib qishlari bularningki, anandagi qumliq to'g'roqlikdagi o'zgacha yemeklik tayyorlash odatlari bu nihoyat inchik tasvirlangan. Bu biz deganda ko'rolmaydigan bir xil milliy turmush. Bu nihoyat oz odamlarning boshidan kechiradigan, ammo odam cho'qim bilib qo'yishga tegishli bo'lgan. Ham o'qisa odamga yangi bir xil ta'sirot, yangi bir tuyg'u beradigan shunday bir o'zgachilik bor. Romandagi shunday inchki turmush tasvirlari ham tabiat manzaralari tasviri romanningki birinchi muvaffaqiyatli alohidligi deb qarayman. Ikkinchisi bu romanningki voqelikning o'rinlashtirilishi nihoyat jiddiy bo'lgan. Yurakni larzaga soladigan nihoyat ichinishli ko'rinishlar bor. Anandagi odamni jiddiylashtiradigan shunday voqea ritmi bor. Anda odamning his-tashlig'ini qo'zg'aydigan personajlar kechirmishlari bor. Odamni ongtan qoldiradigan ba'zi alohida ko'rinishlar bor. Demak, voqelikning bunday to'lqinsima o'rinlashtirishlari kishini faqat zeriktirmaganning ustiga bag'an sir ichiga ilib kirib ketadi. Bu romanda qandaqdir bir odamning sarguzashtisi emas. Bu bir Gomindan armiyasidan iborat ashadagi bir sho'ba qo'shinninki sarguzashtisi bor. Anandan Uyg'ur uyushmasidagi yoki Uyg'ur uyushmasiga qarashliq Darul Muallimindagi muallimlarning va o'quvchilarning sarguzashtisi bor. Andan gazarmaning sirtidagi kishilarningki gazarma bilan bo'lgan aytib muhim munosabatlar bor. Mushu munosabatlarning hammasi o'xshamagan liniyalar bo'yicha qanot yaydirilib, bir-biriga shunda ustulik bilan geralashtirilgan. Demak, romanningki, ya'ni voqealigini o'rinlashtirishda odamni hayajonga soladigan, ham zo'qlantiradigan shunday bir egri to'qayliq, ham jonliqlik bor deb qarayman. Bu bir ikkinchi muvaffaqiyat. Uchinchisi personajlarning tili xil xoslashgan. Odatda mushu Ömer, Yusuf, qizchaqning ismi Asimgul, mushlarning hammasi yetim bolalar xos bir xil yuragi mijilib ketgan odamlar xos tilda so'zlashadi bular. Anandan uningdagi ba'zi parxo'rlikqa odatlanayotgan, zo'migarlikka odatlangan bir qism amaldorlar bor. Boshqalarni zulm silishni o'zining xushallik deb qaraydigan shunday bir amaldorlar bor. Bularning shu psixikistik zo'ravonlik alohidliklar Başlarının tili orqali shunda o'zgachilikka ega ifodalangan. Demak, yozuvchi personajlarning
til alayidligi orqali uning psixikasini yuritib berishga ham ularning kechirmishiga xos bir xil til alayidligini yaratishga xilil ahamiyat bergan. Bo'libmi Xonyadonning ayoli Vangolin Xon xonim. Ashuningmi o'zininki kommunistlarga salohiyatini yushirib, o'zi bir go'mindan ofiserining ayoli bo'lib bilan o'zining salohiyatini shunda usluqla yushirdi. Uning yushirishi nima deb ifodalandi deganda, uning tilidagi jumla ishlatishlarda, so'z iboralarida ifodalandi. Demak, yozuvchi har bir odamning salohiyatiga biqib til so'z iboralarni ishlatish hamki til orqali obrazini, xarakterini yaratish jihatdan yana yaxshi yo'l tutgan deb qarayman. 4-chi alohidligi bu tarixiy roman bo'lish bilan bunda hasratlik tuyg'u xili kuchli. Men o'zim o estetik zo'qlanish odatim yaqinda aytganda tragediyalik asarlarni bakrak yaxshi ko'raman. Bu romanni bir tragediyalik roman degili bo'lmasimi, ammo buningdagi personajlarning kechirmishi, ziddiyatlarning taraqqiyoti, voqeaning oxirgi hisobdagi xulosalanishi qatorliq jarayonlarda kishida hasrat tuyg'usini qo'zg'aydigan shunday bir unum bor. Bo'libmi shu Umardek oki hisoblanadigan kishilarning buningga yaxshi ega bo'lmasligi ham buni bo'zak qilish jarayonidan kelib chiqqan bir xil dili sunuqlik bor. Shunday bir oddiy bola bu. Oilada yuragi mujilib ketgan shunday bir bolaninki hikoyasi orqali oxirida yana buningki shu eng odatdagi bir orzusiga nihoyat ta'sir etganligi. Ya'ni o'qituvchi bo'lishdan iborat. Chunki bunda o'qituvchi bo'lishga tegishli fazilat bor. Boshqalarga mehribon, o'rganishga erisman, boshqalarga nihoyat adabli muomala qiladi. O'zining mijoz xarakterini yaxshi kontrol qila oladi. Shunday bir go'zal fazilatlar bilan bu bir boshlang'ich maktabda yaxshi o'qituvchi bo'la oladigan bir odam. Shu o'zini o'qituvchi bo'lsam deydi. Ammo shu orzusiga yetolmay ajoyib odamning ichi og'rig'idek serguzashtlarni, unutilg'usiz kechmishlarni boshdan kechirdi. Demak, bu romanda shunday mayli personajlarning kechirmishi bo'lsin, voqeaning o'rinlashtirishi bo'lsin, oxirgi xulosasi bo'lsin, shu jarayonlarning hammasida kishida bir hasrat tuyg'usini qo'zg'aydigan bir badiiy unum bor. Ondan başqa inson tabiiylik tutib ketadigan bu muhabbat masalasiga, g'azab nafrat masalasiga tutib ketadigan qurlar. Aytchin, tabiiy yezilibdi. Ondan keyin tabiiy muhit bilan ijtimoiy muhitning ayni vaqtdagi ijtimoiy reallik bilan tarixiy reallikning zikirlashib ketishimi asardagi jug'rofiylik taraflar tutib ketadigan taraflar orqali nihoyatda inchki tasvirladi deb qaradim. Aytchin, tabiiy yezilibdi. Qo'rqoqlashib qo'ysimi? Düşmandan qayeringa olsam og'rimaydi deb so'rashdan yanmaydi deydi. Jaloliddinga Tog'judlar nomli romandagi shu bosh qahramon Umar niki tarix shaxs ekanligini qo'ldi. Bu Shing'lungji jangalida Yusuf Asumgillar bilan qo'yviq do'stlashib yurgan vaqtlarning o'zida bu kuchi qechib ketishni qancha qadamlab maslahatlashidi. Oilaning zulmidan qechib ketishni davomli bu maslahatlashidi. Lekin bola qechib ketolmaydi har xil sabablar. Undan keyin Umar Gomindan armiyasiga ninki askarligi tutilgandan keyinmi bu Gomindan armiyasida izchil jangovar bir jangchi sifatida bu ishda xizmat qildi, ishlaydi. Hatto necha qatim bu qechib ketish fursati bor turibmi? Bu personaj qo'shrab partizanlarga qo'shilib ketish o'ylamaydi hamda bu. Hamda mushtaq bir personajni mushkil sharoit bilan mushtaq yaratishingiz o'rnidan keyin asarga nihoyatda buningga yuksak darajada o'rin berishingizdagi bir sababni olib baqsak bo'lamdi. Endi bularning balliq vaqtidagi kechish masalasi. Balliq vaqtida Asimgul menim aytganimmi deydi. Ma'qul deydi. Bular endi nima desa, vaqtga kechish qo'saq qabliq. Qo'shiq yeydigan bir nima yo'q. Uningdan keyin turmushdagi oilasidan kelayotgan qattiq xo'rliq. Mushtpeldan u vaqtda bular qochmoqchi bo'ldi. Keyin uningdan keyin Litv Nujur aliqi Darıltamning o'qituvchisi ularni Darıltamga olib ketdi. Endi askarlik kirgandan keyin nima uchun qochmadi degan masala kelganda. Birinchidan aytganda, bunday aytganda bu Umar dastlabda Oqniyozning o'zi qochimiz deb Toshkentdagi cho'ng potayni tashib keldi-ku. Potayning oqtirib paranglashdi. Shu chog'da bu qochmayman deb Sarani o'yladi. Ikkinchidan yana bu qochmaslik sabab nima desa, o'z ko'zi bilan nachqitim ko'rdi, joduga besilganlarni. Joduga besildi. Qon degan to'rt tarafga itilib chiqib, o't cho'plar tomlarni bo'yib o'tdi. Buni da qo'rqdi. Yana bir tarafdan bunda
Öyle ki vatan, halk. Vatan, halk deydiğen şuna ama bundak on o yetilgen emas bunun. Bunda on yok. Nimesi meşede cimcit begen tamını yap şuna ama ata aşağı kartlısı olsam meşede üzgümdün ügün hep şuna ama kısam bu beşin işi tıkıp ötüdü bu. Adis alayla razut küçük iverdi bu ne? İverselik ürükeydi bu. Ürük çıkıp doğu ürünsü karşı uyat gibi bağda taş kurgan parçaları ürük kekip yavatkan. Ostol şirli düşüptü miltiği islap kaldı ege. Şiyadın miltiğini yok kalsa iltüdür bu demdi. Mümtes yağıştı ilişip miltiği baş paynakıdan can düşken zamatla o zamak beslip getip vaаңı da itilip gitti. At midip kaçtı kendi parçalar koğulu taş kurgan parçaları. Ta şapırıp açmak bir şey. Aqtumaqlıq, hə? O qo'lab yiqin keldi. Qarshi sol qay o. Qilish nima sol qo'l tutib olgan bunda qilib. Otni burab o'ngga o'tib oldi bu. O'ngga o'tib oldi. Bu endi sol qo'lni bunda qilolmaydi bu. Ha? O'ynda qilib. O otning to'shvoqni kesib etdi. Qilish bilan. Ma otning to'shvoqni kesib etdi. Egap egallardan bir yolg'i tushib ketdi u. Halq. Eşyadım bu, nime? Deydemezsin mi? Konya'dan turup bitip, can yan diyen diye burulla. Bunun şeş kitap kaltılır deydi. Eğer uruşqa katlaştırıp koysun mu, düşmenden kayırınga asam ağırmaydı, dep soraştın yanmaydı deydi, can yan. Şunlaşqa bunun kaçması sebep, bayı dep getkendek, bir yaktın cadığı besliştin. Bunun koktu. Bir yaktın saranın işi, bunun tosal kop kaldı. Yeni bir taraftan bunun da abakından gelir ki o vatan üçün, halk üçün deydiğen bundan nesi yok. Yeni bir taraftan bunun oldanga yeri var. Şunlaşka kaçmaslığı sebep şu an. Muşula kıdıma ma'lum derecede sayıda yazılmaya kalkan. Yani bunun kimni olmuş o tarih zaman yüzüş uyum var. Əsərdə əgər Nosallah deyiş doğru gəlsə, ya olmasa, icariyyətə ketib qalğan tərəfdə deyiş doğru gəlsə, biz qaysı nöqtələrini gözləsək olar? Hem de bir adam tarih romanlarını ezelden köp yazıp adetlenmegen hem bu cihati muayyen tecrübe joğlamagan buluşup bilen çokum tuncu qatam yazgandılar hamma adam muvaffaqiyat qazanay vermedi. Çünkü Jaloliddin akamninki ilgirki romanlarının hammasi keyingi davrdagi real ijtimoiy temalarga tutuşudu. Mavu bir tarixiy voqealarga tutuşudigan roman. Tarixiy voqealarga tutuşudigan buluşup bilen Dur şu vaqtning tarixiy realligini, tarixiy hodisalarini, tarixiy shaxslarni ait inchki o'rganishga to'g'ri keldi. Endi buni to'liqlashga yozuvchiga nurg'un vaqt ketadi. Jaloliddin akamga yozish surati tez yozmasa ichi titildab ketadigan bunday yozishlar odati bor. Bu bir avtorni mo'lusulluq yozg'ichi qilishdan iborat bir psixik afzallik bo'lsa-mu, ammo ba'zi astoydil yozishga tegishli tarixiy romanlarga kelganda bir kamtuklikni yoki ojizlik bo'lib ifodalab bir kamtuklikni namoyon qilib qo'ydi. Bu mushu romanda mushlar o'z ifodasini topganmi deganda topgan. Nimishqa deganda buningdagi voqeaning boshlanishi bo'libmi shu 3 yetimchi balaninki tunji qitim Shang'oji janglida mol boqib do'stlashib, o'zlarining taqdiri, oilaviy xo'rliqlari ustida hikoya etishlari, izlanishlari qaysi zamonga to'g'ri keldi deganda Shingshisay davrining oxirgi mezgillari. Gomindangninki Şinjangda Shangshisay bilan til biriktirib yoki tunji qitim bu yerda Shangshisay o'zini Gomindang paras qilib ifodalayotgan mezgillarga to'g'ri keldi. Demak, Shangshisay Şinjangning mushu 20-asr tarixidagi qanday odam desa, Jallah Shangshisay deb ta'riflangan odam. Buning hukmronligining dastlabki vaqti ilg'orlik, keyingi vaqtda butunlay ekstrem yoki jallatlik bilan xarakterlandi. Bu Şinjangda kommunistlardan tortib ayni vaqtda ilg'or boylar, ilg'or ziyolilar, ilg'or ulamolar, mushaning nayt ko'plagan odamlarni hapsiga oldi, turmaga qamadi, o'ltirdi, yo'q qildi. Demak, buning hokimiyatning oxirgi bosqichlarida bir xil terrorlik siyosati qoplab ketdi jamiyatni. Romanda mana mushu terrorlik siyosatininki vahimasiga to'lgan bir jamiyatninki kayfiyatini saqlamaydi. Romanda bu xildagi personajmi yo'q, bu xildagi ma'lum bir xil bayonmi yo'q. Yana bir jihatdan
Şinjangda biz şu vaqtda 40 yillardagi vaziyatni bek murakkab bir tarixiy yuzini shakllantirgan edik. U nima deganda Gomindang bilan uch viloyat hukumati qattiq tirkish holati tutdi. Bular dastlabda urush qildi, keyin bitim tuzdi, undan keyin birlashma hukumat yimirildi. Demak, Gomindang bilan uch viloyat hukumatiningki o'zaro urush qilishi bu bir jiddiychilik paydo qildi. Butun jamiyatda jiddiychilik paydo qildi. Keyin bitim tuzishi, birlashma hukumat paydo qilishdek mundaq bir xil yangi vaziyatni paydo qildi. Birlashma hukumat qurilishdan ilgirki va shu qurilgandan keyingi jamiyatda bo'ladigan bir xil o'zgarish bo'ldi. Shu vaqtdagi reallikda haqiqatan bo'lgan. Bir turkum odamlar bu uch viloyatchilarni yoqlaydi. Bir turkum odamlar Gomindangni yoqlaydi. Shu vaqtda jamiyatning ideologiyalik bo'linishimi, kayfiyat jihatga moyilligim bek murakkab tushib ketgan vaqtlar. Bular o'tirisida ziddiyatlar bor, kelisholmasliklar bor, o'zaro dushmanlik qilishlar bor bir-biriga. Mushular haqida ma'lum darajada sahifa yozilmay qolgan. Inqilobchilar bilan eks-inqilobchilar o'tirisidagi, inqilobiy kuchlar bilan eks-inqilobiy kuch o'tirisidagi, eksiyatchi hukumat bilan inqilobiy yo'lni xohlaydigan shaxslar o'tirisidagi mushundaq bir keskin ziddiyatni romanda ma'lum sahifa berib yo'ritishga optur bilan sal qargan deb qarayman. Chunki tarixiy roman bo'lish bilan tarixning eng zil yerlarini cho'qim yuritish, uning har bir shaxs, har bir personajga shuning turmushiga keltirayotgan iznalarini yo'ritib berish orqali tarixiy davrdan ma'lum darajada uchur yoki bishorat berish kerak deb qarayman. Yuqorida Yalqin Ro'zi inimiz romanninki ba'zi bir ketkizib o'tgan shunday kam qolgan taraflarni so'zlab o'tdi. Mundaq aytganda bu nihoyatda to'g'ri bo'ldi. Meningmi o'zimmi mushu taraflardan biroz his qilgan. Salomatligim yor bersa, umrim yor bersa, ya'ni bundan kimmi mushu tarix roman yozish mening uyim bor. Men shunga bir yuzini paqay degan uyim bor. Tarixiy roman zamondoshlarimiz, keng avlodlarimiz uchun üzülməz bir tarixiy musofa, ahamiyatli bir izlanish jarayoni, shundaqla o'zining mavjudligini ko'radigan aynak. Bugungi suhbatimiz mishiyat oxirlashdi. Xayr xo'sh, salomat bo'ling.